Hop, navbatdagi darvozamiz o'zimiz Namangan shahar Nurobod degan joyimizga o'rnaydi. Bu darvozamiz o'ta serozli chiqdi. Chetlarini qora qo'yardi, qorani olib tashab, ochga to'qmoqqa yiqildi. Oralarga nerjevka qilardi, nerjevkalarni ham yo'qotdi. Orasiga shu joyiga kraskani o'zidan ajratib qo'ydi. Bu darvozamizni sifatlarini bitta yaqindan ko'rsataman. Oltin darvozada shunaqa videolarni yaqindan ko'rib maza qilinglar. Mana darvozalarimizning sifati. Faqat bitta ko'rganda bitta mashalloh deb olasizlar. Qo'llab-quvvatlab videolarimizga layklarni bosib turasizlar. Oltin darvozada shunaqa sifatli darvozalar chiqadi, xudo xolasa. Buni juda chiroyli chiqqan nalishnigi bor, uni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu nalishnikni hamma yumaloqlarni qilgan, bizda unaqa emas. Haytech darvozaga, haytechda ustun bo'ladi. Mana ular ham to'rtburchak bo'lgan. Yumaloq narsa yo'q bunda, xudo xolasa. Tepalari ham cho'tki chiqqan. Kimga shunaqa sifatli darvozalar kerak bo'lsa, oltin darvozaga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa usturovka qilingan holatlarni ham qo'yib boramiz. Biz videolarimizni kuzatib boringlar. Xudo xolasa chiroyli darvozalar chiqarishga davom etamiz. Tirs like bosasizlar. Salomat bo'linglar, charchab bo'lmadi. To'xtadi, buni orqasidan bir ko'rsatib qo'ya. Orqa ko'rinishi shunaqa holatda bo'ladi, 2 qavatligini.